yo'lni munda qarang'u. Dade diqqat qilganjimi? Ishqisi yo'q, apa. Xotirjam bo'lgin. Dade, o yerda apelisin pakkan. Voyjon, mayoq yo'g'on bir tilmir sanduq turdi. Diqqat qil, voyay. Voyjon. Kilar qachon tilmir sanduq pakkan degani boshda deysan qandoq? Ma'qul. Yo'g'on sanduqni yo'lga tashlab qo'ygan qaysi qiliqsizdi? Ajab qattiq ish qildim desa. Voyay, voyjon. Ellik ming, 51 ming, 52 ming. Apa, bunda qilsak yaxshi bo'lmasmikin? Hey, buncha ko'p pulni ko'chaga tashlab qo'ysa qandoq bo'ladi? Hozircha men saqlab qo'yay. Egiz chiqmay qolsa bizdan bo'ladi. Apa, harom pulni olsak bo'lmaydi. Pulni qo'yib qo'ygan. Ati chiqib egisini izlaylik. Navoda topamizsak saqchiq topshirib beraylik. 1 million kan. Nim degan ko'p pul bunaqa nurg'un cho'lponlar kartasi sitib olib bo'ladi. Buncha ko'p pulni nemish ko'chaga tashlab qo'ygandi? Hey, nemish tashlab qo'yatdi. Tangri mening umoqliqimni ko'rib, menga hadiya qilmoqchi bo'lgandi. Mundaqla deb qo'ydim. Atila egisini topaylik. Navoda egisini topolmay qolsa, saqchixonaga olib beraylik. To'g'ri, pul buguncha turib tursin, olib beraylik. Bo'lmaydi. Men demakchi, buncha ko'p pulni mundaqla qo'yib qo'yishga bo'lmaydi. Maxfiy priyaga tiqib qo'yaylik. To'g'ri deysan. Uningdan boshqa bak hushyor bo'laylik. Bu bak ko'p pul ekan. Eski odamlar niyatini buzib yurmusu yana. Ma'qul. Dadam keldi. Ajab kech qopdi-ku. Shodi, ishni ochmay tur. Kimni izlaysiz? Kimni izlaysiz? Men Chinveylin, sizning eringiz. Tez ishni oching. Dadam kim? Hushyor bo'laylik. Eringiz tamsiz? Aynili bog'chidagi ko'l bo'yida menga to'y taklifi qo'yganingizda shunday romantiklik bilan degan gapingiz esingizdami? Tamoq yedingizmi degandim-ku deyman. Undaq emas. Barliq mehringiz bilan qo'limni tutib turib, nima degansiz? Bugun go'shtning bahosi tushibdi. Bir jini 1 ming ekan. Tez berib setib olaylik degandim-ku deyman. Eng oxirida degan gapingizni so'rayapman. Esimga keldi. Mushundaq muhim gapni unutib qolganimni qiramam degan. Saqchi yo'ldosh, biz yomon ish qilmadik, paranglashyapmiz degandim-ku deyman. Ajab ochib keldi. Ish qaysi emas. Men bilan to'y qilishni xohlamsiz, shasha degan gapingizni deyman. Shuni unutib qoldingizmi? Advoga bir bamisan. Men tegishni xohlamsiz, shasha. Nima degan jiq pul bu? Hammasi mening bo'lgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? O'zing tepib olgan pul bo'lgandan keyin albatta sening bo'ladi-da. 1 million deganga nimalar oson bo'ladi? Mashina, uy degandek, ha? Yo'q, bu pul sening emas. Niyatingni buzsang bo'lmaydi. Balkim bu birasining operatsiyaga ishiltirgan pulidir. Pulimni qaytarib bering. Kimki o'zini o'ylamasa cho'qim jazosini tortadi. O'ylab boqqan. Navoda bu pul sening bo'lsa, dunyoni sayohat qila olaysan. Amerikaga borasan. Fransiyagami? Misrgami? Hatta oyig'imi chiqalaysan emasmi? Xonim, biletingiz bormi? Yo'q, lekin menda pul bor. Pulingiz bo'lmasa raketaga chiqolmaysiz. Yanalar oyshardi qiling. Ketmanglar! Meni tashlab qo'ymanglar! Ketmanglar! Meni tashlab qo'ymanglar! 1 million. Ajab qisim bo'ldi-ku. Dadi, chiqib noshta qilgin. Palto qo'ymoq akirib qo'ydim. Hay, dadasi, nima qilyapsiz?
bexatarlik uchun temir sanduqqa 2 knopka o'rnatib qo'ydim. Birida tok bor, birisida tok yo'q. Men ko'rib boqay. Buningda tok yo'q ekan. Sizga deyishni unutib qoptiman. Bu tok yo'q deb yozilganida asli tok bor. Avningda tok yo'q. O'g'ridan saqlanish uchun shunday qilib qo'ygan. Yaxshi qilibsiz. Dadisi, bu amalingiz pek yaxshi bo'pti. Bu sanduqdagi pulning egisini topqichi mush yerda turaversimi bo'g'ida? Nega tushib qolganda? Tağa bir narsangizni yutib qo'ydingizmi? Faqat topolmayapman. Muhim narsamidi? Muhimdi, shu narsani yutirib qo'ygandan keyin faqatla uxlayolmadim. Gelimdan tomoqmi o'tmayapti. Bo'ldi, izlamang. Biz tunugun. Topdim. Topdingizmi? Yolg'onchim asli bu yerga chiqib ketganda. Endi tomoqni huzurlanib yelaydigan bo'ldim. Yolg'on tushgan-ku. Men xiyilga 1 millionni izlayotgan o'xshaydi debdim. Appa, meningcha egisini saqlab tursak bo'lmag'idek. Yaxshisi u sanduqni saqlash idorasiga olib beraylik. Ma'qul. Biz bulangchi. Gap bo'lsa chiroyliqdan bunda qilmanglar. Pulni chiqarish. Ma'qul. Daddy pulni ib chiqdi. 15 ming sektor tadgan bo'lganmizmi shu? 15 va 8 ming. Men 1 millionni da'vatman. 1 millionni da'vatidi. Qaysi 1 million? Qaraganda o'zimizni bir ko'rsatib qo'ymasak, demaydigan o'xshaysan. Demaydigan o'xshaydi. Uningga o'zingni bir ko'rsatib qo'y. Uningga o'zingni bir ko'rsatib qo'y. Hey, meni to'la do'rma deyman. Hey, meni to'la do'rimasan qandaq? Ma'qul. O mamlakatli shamsharvozlar musobaqasining chempioni, danglik shamsharvoz. Qandaq? Hay. Yamanmikan? Qandaq? Kechirgin aka, asli men mamlakatlik naqsh musobaqasida chempion bo'lgan. Bo'ldi qil. Avval ularni bog'lab qo'y. Yaxshi. Sen o'ynaq tur, men o'ynaq turay. Yura. O'yni dedim. Appa, qanday qilamiz? Vaqiranda. Yo'q, vaqirsak u ikkisi anglab qoladi. Bir parcha qog'ozga xat yozib, pastga tashlaylik. Biroz ko'rsa, chiqib bizni qutqizadi. Topdim. 1 million qochilangan qutini topdim. Mana. Seningcha mushuning 1 million patamda bu degan girib qutsa kalva. Bu kalva. Bugün acayip terliyim geldi. Yoldan 100 yuan tepip aldım dese, üstüne xat bakken tehi. Okup bakayca, kutkuzonla öyle bulançı ba, 304. Oy. Bundaq ketaversa, ular sanduqdagi pulni tepib olib qochib ketdi-da. Bir amal topsaq bo'ladi. Topdim. Veyga, bir ishda yordam qila olamsiz? Qaysi ishqa deysiz? Amaliyotda cho'ng ishmi emas. Ama sen xotirjam bo'ldim. Qani danga, Sizni birni qo'yay degandim. Unda emas-ku. Acha, aynak partisi bilan arg'amchini kesmoqchimidim? Shundaqmi? Qaynamsi boshlaylik. 1 milyonni oxiri topdim. İşki qulupi borkan-ku. Birida tok bor kel. Yana birida tok yo'q kel. Tok yo'q deganni bilsinglar. Shodi. Tok yo'q deganda bas dedingizmi? Gapingizga ishonmay, yana birini besib, tok soqibaslar deganmi? Ma'qul. Gapinglar kirib, tok yo'q deganda basay. Qildiq kichki.
xabar ko'rsatamiz. Tunugün banka bo'lgan 2 bulanchi tutildi. Bulangan 1 million yuanmi to'liq qaytarib kelindi. 2 bulanchini tutishga shahrimizdagi bir oila kishilari alohida yordam qildi. Ularning adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatish ruhini taqdirlash uchun ularga lavha va 10 ming yuan naqd pul mukofot berildi. Appa bek batırken sen. Tabii, Şadi, sizler bek seyrek bolğaşqa o 2 bulançı tutuldu. Men loyihalagan tok kunub qismi bor. Ha, ras, sizning bu tökpüңiz bor dadisi. Mening ko'z aynigim bor. O hesap emas. Undaq emas to'g'ri. Chaqchaq qilyapti-da, Veyga. Chaqchaq qilyapgan bor. To'xtam. Aras 10 ming yuan mukofoti mening menisivam bor. Ba, pul sandig'ida. Qaysi klubda tok yo'q bo'lg'aydi? Maun. Oyya!